Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatib o'tirgan aziz do'stlar. Bugun ko'rishimiz mumkinmiz, xudo xolosa. Mana yanımdamiz aziz do'stlar. Yangi qurilgan 3 qavatli binoni ikkinchi qavatida ekan. 55 ya 57 kvadratli. 2 kanal kvartiramiz jihozlari bilan yurtdoshlar. Bu yerda jihozlar hamma ish qiladi. Giraverish qismi biz eshiklarimiz ham demir eshiklardan yana bir eshigi bor. Aqua alyuminiyli yurtdoshlar. Joyimizda oynalarına keladigan bo'lsak, oynalarimiz plastik aqua, konditsioner jihozlari hamma shu yerda qoladi. Yurtdoshlar ko'rib turgan narsangiz shu yerda qoladi. Bu yerimizni prigorodkalarni ko'parib, buzib, kattalashtirib qo'ydilar. Yana girgandan mehmonxona bo'lib turadi. Aziz do'stlar, shuni bir 2 xonali kvartiramiz 55-57 ashuni kvadratli oshxonamizni xohlasangiz bu yerda oshxonani prigorodka bilan beklab, eshik qo'yib, shuni yassam bo'ladi yurtdoshlar. O'zining nasi yana bunda ko'rib turganingizda erkak qilib qo'ydilar. Mashina qilsam bo'ladi. Kanalimiz hurmatli obunachilari, o'zi aslında shu yerdan bo'ladi, bu yerdan prigorodkasi bo'ladi buni. Shu yerdan prigorodkasi bo'ladi. Bu yerda eshigi bo'ladi. Bular shuni ko'parib, buzib, kattalashtirib qo'ydilar. Bu yanımızda endi samuzel hajatxonamiz, aziz do'stlar, joyimizni narxlari ekranda yozilib turadi. Bu yerimizda yana ko'rib turganingizdek, emmash kafe, bir ayrim jihozlari, ayrim yerlari bor endi remont qilib beradi. Yerlari bor. O'zi turgan yerlari bor. Patologlarimizni ko'rib turganingizdek, yana figura qilib uzatilgan chiroyli bo'lib. Kanalimiz hurmatli obunachilari. Tabii bu yerlarimiz ham, bu yerimiz endi spannisi, spannimizning patologlari figura qilib uzatilgan. Otopleniyasi bor bu yerimizda. Spannimizning pastlarimiz ham laminat g'allarni to'shab turibdi aziz do'stlar. Agarda kimda kim olacak olsa, ijara qo'yaman desa, tayyor holda ekan, buni o'zini ijara qilib qo'yaveradi. Ama ijara ham bu yerda arzon emas, normal bahada yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek, konditsioner bor, bu yerda yana televizor, mebellar turibdi yana yurtdoshlar. Telefon nomerini ekranda yozib qo'yaman. Xudo xolasa telefon qilayinglar. Do'stlarimiz so'rab bergan, menejerdan so'rab bergan do'stlarimiz bo'lsa, shu joyimizni ko'rsatinglar, ya'ni olib ketinglar. Tarqatinglar yurtdoshlar. Like'larni bosishdan chiqmasin. Podpisatsiya esdan chiqib ketadi. Podpisatsiya yurtdoshlar. Podpisatsiya esdan chiqmasin. Like'larni bosib qo'yinglar shu joyimizga xudo xolasa. Bu joyimiz ham srochniy sotuvda. Hozircha aytib bo'lganim uchun katta rahmat. Telefon nomerlarimiz ekranda yozilib turadi.